Bu videomizda oshqozon osti bezining 3D formatida ko'rib chiqamiz. Oshqozon osti bezi ko'ribmiz. Retroperitoneal a'zo hisoblanib, ya'ni oshqozon qorin bo'shlig'ida emas, retroperitoneal bo'shliqda joylashgan bo'ladi. Buning faqat dum qismigina intraperitoneal joylashgan bo'ladi. Boshqa organlar bilan joylashishini ko'rib turishimiz mumkin. Ya'ni bu bosh qismi bu 12 barmoqchakning shaklda bo'ladi, o'shaning ichida joylashgan bo'ladi. Uning tagidan o'tgan bo'ladi. Mana bu ko'rib turibmiz, yuqori mezenterial arteriya. Dum qismida ko'rib turibmiz, bizda taloq bo'ladi, taloqqa tegib turgan bo'ladi va orqasida buyrak joylashgan bo'ladi. Orqa tarafida ko'rib turibmiz, bizda yuqori kavak vena va aorta joylashgan. Bu yerga ko'rib turibmiz, orqa tarafdan kirib kelish ehtimoli, bu operatsiya bo'lsa, operatsiya davomida orqa tarafdan kirib kelish ehtimoli juda ham qiyin. Shuning uchun oldi tarafdan kichik bo'shliq, qorin bo'shlig'ining kichik bo'shlig'i orqali kirib kelinadi. Bu yerda nimalar bor ko'rib turibmiz. Endi qorin keyingi qani ko'radigan bo'lsak, holatida qon bilan ta'minlanishi. Qon bilan ta'minlanishida ko'rib turibmiz, bu orqa tarafdan ko'rsatilgan, ya'ni bizda mana shunaqa holatda bo'ladi. Bu oshqozon, bu 12 barmoqchak bosh qismi, bu yuqori mezenterial arteriya, vena va arteriya, yuqori mezenterial arteriya va vena hisoblanadi. Bu organimiz, ya'ni oshqozon osti bezi orqa tarafdan pankreas deyiladi. Shu pankreasimiz orqa tarafdan ko'rsatilgan. Qon bilan ta'minlanishi bu biz bilamiz. Mana bu bizda qaysi truncus celiacus, ya'ni celiac arteriya, to'g'rimi? Celiac arteriyadan bizga taloq arteriyasi chiqadi. O'sha taloq arteriyasidan bizdagi mana bu shoxchalar chiqadi. Dorsal arteriya pankreatika dorsalis, ya'ni dorsal shox chiqadi. Bu bizda arteriya pankreatika inferiorni qon bilan shox beradi. Bu o'sha ko'rib turibmiz, bo'yin qismini, dum qismlarini, tanasini qon bilan ta'minlasa, mana bu yerda bizdagi ko'rib turganimizdek yuqori mezenterial arteriya, to'g'rimi? Bu yuqori mezenterial arteriyadan bizda shox beryapti. Arteriya beryapti. Arteriya pankreatitis inferior. Arteriya pankreatitis ikkita shox beryapti. Ko'ryapmiz, oldingi shox va bu arteriya pankreatitis anterior, bu arteriya pankreatitis posterior. Posterior inferior, kelasi ham past tarafda. Bu yuqori tarafdan. Endi bizda mana bu o'sha pankreatitis yuqori tarafdan qon arteriyasi keladi. Mana bu tarafdan arteriya keladi. Mana bu arteriyamiz pankreatitis superior, ya'ni yuqori. Bu pankreatitis gastroduodenalisning tarmog'i hisoblanadi. Tarmog'i ko'rib turibmiz, bu ham oldingi va orqangi shoxlari bo'ladi. Yuqori pankreatitis arteriya bu gastroduodenalning tarmog'i hisoblanadi. Qaytib ketish xuddi shunaqa. Mana bu taloq venasi orqali qonlar, degan qon tomirlar qaytib ketyapti. Bu oshqozon osti bezining 3D ko'rinishidagi holat.